Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil mediyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Allah Teala'ga xosdir. Allah Teala'ni chin qalbimdan mediyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyimli payg'ambarimiz Hazreti Muhammad sallallohu alayhi ve sellemge durud, dua ve salam yollayman. Uning oila tavobatlariga, sahabelerge ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangadigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum ve rahmetullohi ve barakatuh. Aziz qarindoshlarimiz, endi huzuringizga baxt saodatning 40 retsepti nomli kitobimizni o'qishni davomlashtiramiz. 8-retsep hammaga ma'qul da'vaning qo'lidan keladigan yoki kelmaydigan, vaqti yetadigan yoki yetmaydigan, qilg'isi bor yoki qilg'isi yo'q hamma ishga ma'qul deyish o'zini ziyoda upurtishga, texmi ko'p xijolatchilik tortishga va ko'plagan beoromchiliklarga sabab bo'ladi. Kishilarga va'da qilib, va'dasini amalga oshira olmagan odamga kishilarning ishonchi tuvallab ketadi. U odamning jamiyatdagi o'rniga albatta ta'sir etadi va asta-asta kishilarning hurmatidan va ishonchidan qilib qoladi. Shunga qilaoladigan ishni qilaman, qilolmaydigan ishni qilolmayman deb vaqtida dadil aytish eng sog'lom, eng to'g'ri ishdir. Ulamolar ishning beshida o'zir aytish, oxirida o'zir aytgandan albatta afzaldir deydi. Chunki qilolmaydigan ishni dastlabda qilolmayman degan odam o'zini keyingi xijolatchilikdan saqlab qolgandek, hojati tushgan odamni bekorga kutkizib ranjitmagan bo'ladi. Va'da qilib va'dasiga amal qilolmaydigan, so'z berib so'zda turolmaydigan odam qanchalik yaxshi, fazilatlik odam bo'lib ketsa-mu, u munofiqlik sifatini o'ziga hamroh qilib olgan odam bo'lib qoladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam munofiqning sifati 3dir. Ular yolg'on so'zlash, va'daga xiloflik qilish, omonatga xiyonat qilish deb ko'rsatgan. Saudiya Arabistonning mutafakkur ulamolaridan Muhammad Arifi hayotingizdan hozir eling nomli asrida mundaq ikki qissani bayon qiladi. Ma'lum bir mahallada nihoyat taqvodor, go'zal axloqli olim kishi bor edi. U shu mahalladagi masjidning imomi bo'lib, jamoat hamisha uning ustidan shikoyat qiladi, uni so'katdi. Men bu ishga hayron qolatdim. Buningga biror javob topolmaydi. Kishilar mendan: "Ey shayx, bizning imom namoz o'qimaydi, masjidga kelmaydi. Bu qandoq imomdir?" deydi. Men ularga: "Balki uning biror uzrsi bordir. Sizlar undaq ayblab ketmanglar" desam, ular: "Ey shayx, undaq emas. Uning har kuni uzrsi chiqib qolamdi. U bu masjidga hamisha kelmaydi-ku" deydi. Men oxiri imomning masjidga kelmaganligining sababini tepib chiqdim. Bu mundaq ish ekan. Imom nihoyat oq ko'ngil, har kimga yaxshilik qilg'isi kelib turadigan, yordamsuyar bir kishi bo'lib, u jamoatning dard shikoyatlarini anglab turadi ekan va hammasiga qiyinchilikni hal qilib berishga va'da berdi ekan. Hech bir ishni qilolmayman yoki qo'limdan kelmaydi va yoki vaqtim yetmaydi demaydi ekan. Hammasiga va'da berib, ularni xush qiladi ekan. Birining ishga o'rinlasha olmay qolgan bolasini bir hafta ichida ishga o'rinlashtirib berishga va'da bersa, yana birining kesilini 1-2 kun ichida bekorlik doktorxonaga oldirib berishga va'da berar ekan. Yana birining to'layolmay qolgan uy ijorasi uchun 1 kun ichida pul tepib berishga va'da berar ekan. Ammo bu imom o'zi oddiy bir kishi bo'lib, uning jamiyatda na nopozi, na hukumat tonishi, na biror vositachisi yo'q ekan. Shunga u hech kimning hojatini ravo qilib bera olmaydi ekan. O'zi va'da qilgan vaqt to'shqanda kishilar uning oldiga kirib, uni xijil qilg'ili turadi ekan. Ammo u imom hech kimning ishini qilib bera olmaganligidan xijil bo'lib, bora-bora jamoatning yiroq turishini xohlab qolgan ekan. Shunga u ba'zida kunlab, hatto haftalab masjidga yo'lamaydi ekan. Ondan jamoat uning dardini bilmaganlikdan uni ayblab, namoz o'qimaydigan imom, masjidga kelmaydigan imom deb uni so'kidi ekan. İkinci qissa shuki, men Riyod shahridagi harbiy rayonida leksiya so'zlagan kunlarimning birida men qaytay deb tursam bir kishi menga deydigan muhim so'zi borligini aytdi. Men uning darhol aytishini talab qildim. Ammo u kishi: "Yo'q, ey shayx, bu so'zni bu yerda degili bo'lmaydi. Anglasam, siz paloni shaharda leksiya so'zlaydi ekansiz, men shu yerga boray. Shu yerda bu so'zimni aytay" dedi. Menmi ma'qul deb ayrildim. Atisi rost degandek u kishini leksiyadan keyin ko'z oldimda uchratdim. Uni darhol tonidim. Yanala u kishi o'zini tonishtirib, "Tunugun men sizga kelaman degan edim, mana keldim" dedi. Men bu kishining shunchalik uzun yo'ldan kelganligiga qarab, bek muhim ishi bor o'xshaydi deb qoldim. U kishi so'zini boshlab, qo'lidagi qog'ozini ko'rsatib turib: "Ey shayx, mening bir inim to'liq o'tirni bitirgan edi, ish topolmadi. Shuningga ish tepib bergan bo'lsangizgan" dedi. Men "Mushu gapmidi?" dedim. "Ha, mushu gap edi" deb mening javobimga talmirib turdi.
Universitetni bitirgan nurg'un kishilar ish topolmagan yerda to'liq o'tirni bitirgan bu bolaga ish tepishning qiyinligini albatta bilatdim. Uningga yordam qilg'im kelgan bo'lsa-mu, qo'limdan kelmaydiganligi nihoyat aniq edi. Shunga men u kishiga to'lib toshgan hissiyotim bilan javob berib, bu qiyinchilikdan o'zimni qutuldirishni o'yladim. Ondan uningga: "Sizning iningiz mening inimdir. Uningga yordam qilg'im bor, ammo mening qo'limdan kelmaydi. Mening bu uzrimni xafa bo'lmay qabul qilsangiz-kan" dedim. U kishi: "Ey shayx, tirishib baqsangiz balki qo'lingizdan kelib qolar" deb ching turdi. Men "Bu mumkin emas, qo'limdan kelmaydi, xafamman" dedim. Shuning bilan u kishi: "Undaqda bu diplomning suratini elib oling. Agar ish topsangiz bizga xabar qilg'aysiz" dedi. Bu amaliyotda meni umidning arg'amchisiga bog'laganlik edi. Men darhol uningga: "Yo'q, diplom sizda qolsin. Siz mening telefon nomerimni elib oling. Agar ish topsangiz menga telefon qiling. Men sizga vositachi bo'lib beray" dedim. Bu odam intayin xushal bo'lib ketdi. Ondan bir oz turib olib mundaq dedi: "Alloh sizning yuzingizni hamisha oq qilsin shayx. Rahmat sizga. Ilgari men paloni amirga bu mavzuda yalvurib, mushu diplomning bir suratini bergan edim. 1 yildan oshdi, hech gap yo'q. Yana paloni saqchiga yana mushu diplomning suratini berib uni kutdim. Ammo bir qancha oy bo'ldi. Umu hech bir xabar qilmadi. Alloh ularga la'nat qilsin. Ular bizdek ojizlarning g'amini yemaydi" dedi. Men Allohga shukriki, uning qo'lidagi diplomni olmabdiman. Agar olgan bo'lsam, la'natlanadiganlarning 3-chisi bo'lib qoladi ekanman, dedim ichimda. Shunga deymizki, oxirida va'daga xiloflik qilgandan ko'ra, boshdalar qilolmayman deb o'zini aytgan yaxshi. Inson o'zining qudratining chek-chegarasini bilishi, har kimga ochiq so'zlik bo'lishi kerak. Kishilarning hojatlariga munosabatlik cho'ng ishlarda emas, balki uy ichidagi kichik ishlardami shundoq ochiq so'zlik bo'lishi kerak. Masalan, siz atdiganda ishga berish uchun uydan chiqqan vaqtingizda ayolingiz sizga non, sut, shakar, o't yosh ib keling desa, bolangiz "Dada, menga chokolata ib kelgin" desa, siz hammaga ma'qul, "Tamam, bo'ladi, chatoq yo'q" deb qo'yib ketib qolasiz. Siz bu talablarning hammasini bir vaqtda o'rindab bo'lolmaydiganligingizni bilib turib, ma'qul deb ularni xushal qilasiz. Ondan ishdan kelganda, "Vaqtim yetmadi, do'konlar taqilib ketibdi, unutib qoptiman" deb o'zini aytqila tursiz. Siz o'zingizni bunda qiynagandan ko'ra, atdigandala ularga "Bugun akalanmayman" devatsangiz, o'zingiznimi, oilangizdagilarnimi rohatlantirgan bo'lasiz. Hurmatli o'qirmanlarimiz, Alloh taolo hammamizni bergan va'dalarimizga amal qila oladigan, o'rinlay oladigan sharoitni yaratib berishini umid qilaman. Xayr, Alloh taolo yana ko'rishguncha omon qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.